O'zbeklarda o'sha migratsiya bo'yicha bilimi kamligini bilib, Instagramda ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'tib ketgan odamlarni rasmlarini sizni qanday qilib aldaydi sun'iy intellekt bilan. Mana bu yerga orqa fondagi chet davlatlarga chiqib ketyapti. Shu sababdan ushbu jinoyatni fosh etishda imkoni bo'lmadi. Men $3000 pul beryapman. Endi uni qanday qaytara olaman? Mana qaytarasiz. $4000 oylik oyiga til bilmasang ham mayli debdi. Eng achinarlisi bu faqat o'zbeklarni, faqat O'zbekiston fuqarolari aktiv bo'lgan Telegram kanaliga tashlayapti. 1.100.000 odami bor Kun.uz. Hamma o'zbek xalqi biladigan Kun.uz Telegram kanali. Mana shu kanalga mashinliklar reklama bergan. Qancha pulingiz bo'lsa kuydingiz dedi. Bunaqa. Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Teach Rasul. Bilibsizlar, Rossiya o'zi admin chiqayotgan qonunlar kelayotgan hindlar juda ham abgor ahvolda. Ko'pchilik harakat qilyapti Yevropaga ketish bo'yicha. Lekin bu yo'lda juda ham katta mashinliklar sxemasi bor. Men 2 yil davomida hujjat tekshirdim va juda ham ko'pchilik aldanib qolishyapti. Mana shu 2 yil davomida o'rgangan bilimlarimni sizlarga mana shu videoda o'rgataman va sizlar aldanib qolmaysizlar. Undan oldin esa aldanib qolganlarning o'zi xabarlar va screenshotlarni ko'rishingiz mumkin. Global VSFM o'shanga bordim. Aka bu dedi falsifikat edi. Bunaqa ishonmang dedi. Qancha pulingiz bo'lsa kuydingiz dedi. Bunaqa nima QR kod berar ekanda, u yoqdan nima bergan payt. O'shaning uchun aytaman aka, iltimos iloji boricha tarqating. Mendan boshqalarga shunday bo'lmasin aka, iltimos. Do'stlar, siz ham xuddi shunaqa odamlardek aldanib qolmaslik uchun va boshqalar ham aldanib qolmaslik uchun bittagina like bosing hozir va kommentariyaga o'tib, men bir kishiga yordam berdim deb yozib qoldirsangiz, videoni rekomendatsiyaga olib chiqadi YouTube va ko'pchilik ogoh bo'ladi. Iltimos sizlardan like, kommentariya, obuna bo'lishingiz ham вообще kerak emas. Va videoni boshladik. Xo'p do'stlar, bu yo'lda aldanib qolish juda ham oson. Sababi sizda qo'lingizdagi telefoningizda Telegram yoki Instagram bo'lsa, oddiy va oson yo'l bilan aldanib qolasiz. Nimaga? Ko'pchilik odamlar Kun.uzda yoki tashqi mehnat migratsiyasining Telegram kanaliga obuna bo'lgan. Mashinliklar shuni bilgan holatda mana shu Telegram kanaliga reklama berishgan. Masalan, misol uchun meniki. Bu 1.100.000 odami bor Kun.uz. Hamma o'zbek xalqi biladigan Kun.uz Telegram kanali. Mana shu kanalga mashinliklar reklama bergan. Tushunmagan odam shunchaki aldanib qolishi oson. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. $5.000 oylik. $5.000. Meni o'zim ham ketorgan bo'lyapti, chunki alsim borda. Lekin bular mashinlik, bularga ishonch yo'q. Bergan pulingizni qaytara olmasangiz mumkin. Xorijda ish Telegram kanali bu davlatniki. Ishonchli 100% vakansiyalar joylab boriladi, lekin mashinliklar mana shu Telegram kanalda ham reklama bergan. 35 yosh, 45 yosh atrofida bo'lsangiz, katta ehtimol bilan oddiy Telegram kanalda post bilan targetni reklamasini farqiga bormaysiz va ishonib qolishingiz mumkin. Siz o'ylaysiz, bu reklamani migratsiya yoki Kun.uz joyladi. Yo'q. Rossiyadan turib, Ukrainadan turib, Belarusdan turib yoshlar mashinliklar shunaqa reklama tashlayapti. Eng achinarlisi bu faqat o'zbeklarni, faqat O'zbekiston fuqarolari aktiv bo'lgan Telegram kanaliga tashlayapti. Buni qarang, oylikni ko'rsanglar jinni bo'lib qolasizlar. $4000 oylik oyiga til bilmasang ham mayli debdi. Opt rabota ish tajribasi kerak emas va qonuniy debdi. Baloniy hech qanaqa $4000lik ingliz tilini bilmasangiz oylik yo'q. Asosan Angliya, Germaniya, Norvegiyaga ishga jo'nataman deb aldashadi. Ana endi qanaqa ishlar bilan sizlar aldashadi? Adidas zavodi deydi, Nike zavodi deydi, DHL pochtaga haydovchi deydi. Eng achinarlisi bu yoqda Adidas bilan Nike hech qachon Germaniyada yoki Amerikada o'zini kiyimlarini yoki oyoq kiyimlarini ishlab chiqarmaydi. Ular biladi, agar Germaniyada yoki Angliyada ishlab chiqarsa qimmatga tushadi. Ya'ni u boyagi odam aytayapti-da, o'sha hujjatni jo'natgan odam. Aka deydi, siz hozir tekshirdingiz deydi, mashinlik deyapsiz, lekin men $3000 pul beryapman. Endi uni qanday qaytara olaman? Mana qaytarasiz. Hozir bitta videoni ko'rasizlar, ichki ishlarda o'zi aytgan. Chetga chiqarsa bo'ldi, kuyding degan. Ishonmasangiz ko'rasiz hozir. Operator videoni qo'yib beradi. Qo'llanildi. Tezkor qidiruv tadbirlari natijasida uni aniqlashga imkoni bo'lmadi. O'sha jinoyatni issiq izidan borilgandan so'ng
ko'p hollarda holat chet davlatlardan turib sodir etilayotganligi ma'lum bo'lyapti. O'zlashtirilgan pul mablag'lari ham elektron hamyonlar orqali chet davlatlarga chiqib ketyapti. Shu sababdan ushbu jinoyatni fosh etishda imkoni bo'lmadi. Agarda O'zbekiston Respublikasi hududida turib sodir etilganda albatta bu jinoyat fosh etilgan bo'lardi. Bizda juda ham fosh etilish holatlari ham juda ham ko'p. Bu birgina aynan chet davlat bilan bog'liq ekanligini misol tariqasida keltirib o'tdik. Asosan qaysi davlatlardan ko'proq kiber tahdidlar bo'lyapti? Bizda hozir albatta Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, undan tashqari Yevropa davlatlaridan asosiy kiber tahdidlar bo'lyapti. Do'stlar, agar sizda ham xuddi shunaqangi holat ro'y berayotgan bo'lsa, shaxsan o'zimga Telegramdan yozinglar. Mana Telegram bichkamda albatta pastda ham qoldiraman, kommentariyada o'tib aloqaga chiqsalar, bizda tekshirib berish xizmati bor, detalni qilib tekshirib beriladi. Har bitta joyini o'qib, tarjima qilib, har bitta pechatni o'rganib, sayti ishonchlimi, ishonchsizmi, hammasini tekshirib beraman. Aloqaga chiqinglar. Xo'p do'stlar, hujjatlarni qanday qilib tekshirish mumkin? Agar sizni kimdir Angliyaga ishga jo'natmoqchi bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlardan siz UKGo sayti orqali kirib, o'zingizga berilgan job offerdagi kos nomerni tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Agar Germaniyaga bo'lsa, Germaniyani saytini ham o'sha litsenziyasini bizga jo'natgan-ku, o'shani qanday qilib tekshirsa bo'ladi. Ikkalasini ham video darsligini Telegram kanalimga joylab qo'yganman. Telegram kanalimga mana bu yerda havola chiqishi mumkin pastda. Kommentariyada va QR kodini skaner qilsangiz bo'ladi. Xo'p, endi sizni qanday qilib aldaydi sun'iy intellekt bilan? Mana bu yerga orqa fondagi odamni yuziga, ovoziga ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, bu juda ham sun'iy intellekt bilan yasalgan videoga o'xshab qolgan. Assalomu alaykum. Okey, hozir gaplasha olmayman. Va albatta Instagramda ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'tib ketgan odamlarni rasmlarini harakatlantirishyapti. Bu ham xuddi shunaqa holatda xohlagan odamni Instagram yoki Telegramdagi rasmini olib turib gapirtirgan. Bu ko'pchiligiga ma'lum. Xo'p, endi eng muhim narsa bu yoqda siz ishonib qolayotgan narsangiz Telegram lichkasida +44lik yoki +49lik raqam bo'lsa, bu degani Germaniya yoki Angliyadagi odam degani emas. Ya'ni bu raqam bu ishonch bermaydi. Xo'p, qarang, mana bu yerdagi orqa fondagi hujjatga e'tibor bersangiz, pechat просто tak bez hafsalar shunchaki yopishtirilgan, urilmagan. Ya'ni ular mana shu odamni chotki qilib alday demayapti. O'zbeklarda o'sha migratsiya bo'yicha bilimi kamligini bilib, xohlagan pechatni xohlagan joyga urib tashagan. Juda dabdala. Normal odam, ya'ni texnikadan ozroq xabardor odam bu pechatni soxta ekanligini biladi. Yaxshi yaqinlashtirsangiz, bu yoqda kesib olingan joylari yaqqol ko'rinib turibdi do'stlar. Mana shunaqangi hujjatlar bo'lsa, ehtiyot bo'linglar, siz aldanayotgan bo'lasiz. Do'stlar, xullas ehtiyot bo'linglar. Даже kurs chiqqan ham qayerga qazib nima qilishini biladi. Sizlar iltimos sizlardan kurs chiqqan emassizlar. Yanada yaxshiroq harakat qilinglar. Rasul. Obuna ko'rasizmi? Obuna? Obuna bar bo'lishmaydi, like ham bosishmaydi. Bunaqa foydali videoga like bosilmaydi. Obuna, like, million konsertiga bo'ladi. Bunaqa foydali kontentga like, obuna bosilmaydi. Bo'lmasa xabarlash ko'ramiz. Shuni kesasiz lekin. Reklama. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizda chet elga ketish niyatingiz juda ham jiddiy. Men siz uchun yopiq Telegram vakansiya kanalini ochganman. Bu kanalda o'zingiz mustaqil ravishda ishga topshirishingiz uchun video darsliklar joylab qo'yganman va yangi vakansiya chiqsa, albatta yopiq Telegram kanalida xabardor bo'lib, o'zingiz ishga topshirishingiz mumkin. Siz arzimagan bir martalik to'lov evaziga yopiq Telegram vakansiya kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Videoni pastida va kommentariyada Telegram lichkamni qoldiraman. Telegram lichkam orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Davom etamiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga juda ham katta rahmat. Iltimos kommentariy yozib qoldiring, bir kishiga yordam berdim deb. Albatta YouTube rekomendasiyaga olib chiqadi. Va like bosmagan bo'lsa, bitta like bosing. Sizlar bilan Teacher Rasul. Lekin bitta narsa, agar sizda ham xuddi shunaqangi holat ro'y berayotgan bo'lsa, shaxsan o'zim tekshirib beraman. Tekshirib berish xizmati bor. Mana bu yerda shaxsan o'zimni Telegram lichkam, kommentariyada ham Telegram lichka qoldiraman. O'tib yozsanglar, men batafsil qilib tekshirib beraman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Teacher Rasul. Bye.